Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, sog' salomatmisizlar? Yana bizlar shu Ayimjon mama. Hozir biza Madina bilan xayrlashib, namozlarni o'qib, hammamiz Makka Madinaga yo'l labbaykallarni aytishga yo'lga chiqdik. Mana hozir Madina haqida taassurotlar, ziyoratchilardan taassurotlarni so'rab o'tamiz. So'zlang qani Madina haqida. Yaxshi. Gapirishga til ojiz, so'z topolmayman. Gapirishga jannatning o'zi. Rahmat yuborganlarga hammaga sog' salomat. Xorazm Umra jamiyatidan. Xorazm Umra jamiyatiga rahmat. Yana kelish nasib ro'z aylasin hammamizga. So'zlang. Hamma ishchi xizmatchilarga, hamma odamga rahmat. Kim yaxshi jannatiy joy ekan, kelsan kelgidi yerlar ekan. Yana ayollarimiz az so'zlaydilar. Qani so'zlar. Bizlar Xudoga shukr. Karamaga yo'l oldik. Shunday ajoyib taassurotlar bilan Madina to'lqinlanib, bir sokina shahar ekan. Ajoyib. İbadet, ziyorat qilmoqlar. Yana kim so'zlaydi? So'zlavering esa. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Xudoga behisob shukr, mana Madinaga keldik, yedik. Shunda payg'ambarning ravzalarini borib namozlarimizni o'qidik. Alloh Xudoga endi qabul qilsin. Qalbimizda hamma narsani Xorazm Umra jamiyati. Xudoga behisob shukr, hamma kelsin. Qilgan ziyoratlarimiz dargohidan qabul bo'lsin. Umra jamiyatiga rahmat katta. Yana kim so'zlaydi? So'zlovchilar bormi? Kim so'zlaydi? Kim gaplasin? Qanaqasini gaplaysizlar? Gaplaring qani? Assalomu alaykum yurtdoshlarimiz, hurmatli ziyoratchilar. Jurnalist opamiz. Mana Xudo xolasa keldik. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ravzalarini ziyorat qildik. Haramlarida namozdan o'qidik. Katta rahmat. Avvalambor prezidentimizga shu yo'lni ochib qo'ydik. Allohning o'zi safarlarimizni bexatar qilsin. Alloh o'ziga omonatimiz bizga bersin. Har yerda payg'ambarimiz bilan biz xayrlashmadik. Tez ko'rishaylik, yana ko'rishguncha, yana ko'rishguncha. Shunda ziyorat qilib uchrashaylik. Hamma ziyoratlarga qabul bo'lsin. Yana ajoyib hamma yaxshi taassurotda. Gaplaysizlarmi qizlar? Taassurotda hammamiz go'zal va chiroyli bo'lib boryapti. Hamma Xudoga shukr, hammamiz shu yerda ajoyib bo'lib boryapmiz. Erkaklarimizdan ham taassurot olishimiz kerak. Erkaklarimiz ham meni ihromda, hammasi hozir so'zlaysizlar endi. So'zlang. Shular video bor ekan. Gaplang. Mana. Qarab. Qo'lini intervyu olib turibman-ku. Intervyu olib turibman-ku. Yo'llarimiz o'ngdan bo'lsin, sog' salomat borib kelishlik hammamizga nasib qilsin. Jurnalistman qo'g'ir. Indamay. Qani so'zlanglar qani. Gita haydiyo mashina. So'zlang ata. Makkaga bo'ldik. Makkadan chiqib, Madinadan chiqib. Madinadan chiqib Makkaga borayotganmiz. Hamma ziyoratlarni yaxshi o'tkazib, uyga borib yetish nasib bo'lsin. Hammaga borib kelish, shu yo'llar borib kelish. Xorazm Umra jamiyatidan minnatdormisiz? Minnatdormiz. Rahmat. Yana kim so'zlaydi? Ataxonlar. Yana hammamiz ajoyib chiroyli bo'lib o'tiribmiz. Shu yerdan men ham borman shlayanda. Yaxshi o'tirma so'zlaysizmi? Mana so'zlavering endi. Hammaga omad tilamiz, hamma hoji bola tabriklaymiz, hojilardan tabriklaymiz. Qilib vaqtimizda bolalarimiz sog' bo'lsin hammamizni. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Yana men ham shu yerda borman, hammamiz bor.
E'tiborlarınız uchun rahmat. Hammasini Xudo xolasa Makka Madinaga yo'l olayotimiz. Mana mishida bor manina, hamma bilan birgalikda. So'zlaysizmi siz ham? So'zlavering. Bu seferlerimiz hemmemizge bir ne bulsun, yaxşı bulsun, hemmemiz ziyaretlerimiz kabul bulsun Xudayım. Hemmemize lebbeyke aytışqa nasip etsin. Hemmemizge mübarek olsun bu seferlerimiz. Tamam, gaplavering endi. 4 so'mdan boshqa hech Inson kim. amonatga boqaymiz Xudoyim. Yon ziyoratlarimiz Alloh taolodan qabul bo'lsin. Hammani Xudoyim shunday qilib safarlarni ko'rishni nasib etsin. Amin. E'tiborlarınız uchun rahmat. Endi biza Xudo xolasa yo'lga chiqdik.